Kim umrini uzoq bo'lishini, rizqini keng bo'lishini xohlasa, ota-onasiga yaxshilik qilsin asli. Ularning duosini olsin. Eng yaxshi narsa birinchi navbatda ularga bo'lishi. Demak, inson eng yaxshi ko'rgan narsasini birinchi bo'lib onaga ilinish kerak. Voy birodarlar, kichkinagina 5 yashar bolangiz bir narsa yegisi kelsa, har qancha charchagan bo'lsangiz ham bozorga borib olib kelasiz. Lekin biror marta onam nimani xohlayapti deb so'ramaysiz. So'ramaysiz. Ona hech qachon aytmaydi. Yeyotgan taomini bolamga deydi. Onalarda bitta gapi bor. Doim qorni to'q. Alloh rahmat qilsin, men onamni eslasam yig'lagim keladi. Hamisha qorni to'q edi. Ovqat yesam, "Yo'q bolam, men to'qman." Sen ye. Bir shirin taom, meva-cheva bo'lsa ham, "Yo'q, men yeganman" deydi. Yemagan bo'ladi.